Uy patologiya plitami yoki to'sin. Buni plus minus va farqini narxini ko'rib chiqamiz. 5 ga 4 xonamizga to'sin tashab ko'ramiz, necha pulga tusharkin ko'ramiz. Birinchisi, bu yerga orasini 60 sm dan qilganimizda ikkita noliga to'sinlik tushganda 7 dona to'sin ketadi. 7 dona to'sinimiz narxi 1 200 ming so'mga to'xtadi. Bu yerga 50 dona vassalik taxta kerak bo'ladi. 900 ming so'mga vassalik taxtamizni 8 ligi bitadi. Bu ikkitasining narxi 2 100 ming so'mga tushdi. 5 ga 4 xonamizni ustalar 350 ming so'mga vassasi bilan straplaligini qoqib berishadi. 50 ming so'mligi mixt va mayda chuyda 2,5 million so'mga общий to'sinligimiz bitta xonaning ustiga tayyor bo'ldi. Endi 5 ga 4 xonamizga plita bosamiz va buning narxini ko'rib chiqamiz. Plitamiz 12 ga 54 lik PM plitasi bo'ladi. Buni bir donasining narxi 1 100 ming so'mdan. Bu yerga 3 ta plita ketdi, 3 300 ming so'm. Buni plita ustanovkasi, chekasiga armatur to'qib, aviaska poyezdlarni quyib berishi bilan usta haqimiz 900 ming so'm pul bo'ldi. Bu yerga ketgan armatura va beton qorishmasi 700 ming so'mlik ketdi. 3 300 ming so'm plita bo'lsa, 700 ming so'm xarajat ketdi. 4 million usta haqi bilan 4 900 ming so'mga bitta xonani patolog qismi plita bilan yakunlandi. 5 ga 4 xonamizni to'sin 2,5 million so'mga, plita esa 4 900 ming so'mga tushdi. Endi buni plus minusini ko'rib chiqamiz. Agar binoingiz mustahkamligiga ishonib, ikkinchi etajni ham qo'shimcha qurib ko'tarish niyat bo'lsa, plita bosgan ma'qul va yana ikkinchi afzallik tomoni patologik gipsokarton ishlasangiz trishina yorilishlar bo'lmaydi. Agar to'sin tashasa, bu holatda tomga chiqishga ruxsat berilmaydi, gipsokartonda yorilishlar bo'ladi. To'sinlik bir etajlik yengil konstruksiya uylarga tavsiya qilinadi. Shaxsan meni fikrim, binoga plita bosish, ustalar va uy egalari sizning tanlovingiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring.